Assalomu alaykum, hurmatli New Avenue kuzatuvchilari. Qurilish sohasida 3 yillik tajribamda eng ko'p kuzatadigan holatlarimdan biri, masalan, siz xonadon xarid qilmoqchisiz. Ko'pchilik o'ylaydi, xonadon xarid qilish uchun juda katta summa kerak yoki boshlang'ich to'lov kerak deb o'ylashadi. Aslida esa, masalan, bizdan xonadon xarid qilish uchun unaqa boshlang'ich to'lov ham, xo'p, naqd pul ham, katta summa ham kerak emas. Faqatgina pasport bilan 60 oy muddatga bo'lib to'lash sharti bilan xonadon xarid qilishingiz mumkin. Demak, xonadonlar qaysi etapda arzonroq bo'ladi? Birinchi navbatda xonadonlar kotlovan vaqtida narxlari ancha pastroq bo'ladi. Xo'p, xonadonlarimizning etajlari ko'tarilib ketgan sari ularning narxi ham ancha ko'tarilib ketaveradi. Ayni damda hozir New Avenue qurilishi kotlovan jarayonida. Siz bemalol hozir kelib, faqat pasport bilan 60 oyga boshlang'ich to'lovsiz, hech qanaqa penya foizsiz kelib xonadon xarid qilishingiz mumkin. Asosiysi hech qanaqa foiz yo'q bizda. New Avenue haqida o'zi qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, New Avenue o'zi Charxin shaharchasi, ya'ni Pastdarg'omda Charxin shaharchasi qurilyapti. 2027-yilda o'z egalariga topshiriladi. Asosiysi uylarimiz 100% chiqishdan quriladi, shundoqina yo'l ustida joylashgan qurilyapti, ya'ni bu sizning orzungizdagi xonadonlar. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.